Hurmatli do'stlar, yangilikka tayyormisiz? Endi kompaniyamizdan uylarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Ha, sotuv ochildi. Vaqtida kelasiz, eshitdingizmi? Ha? Bu kim eshitadi, qochi. Bizda asosiysi hammasi qonuniy. Hujjatlar bor, hamma tashkilotlar qonuniy tarzda tasdiqlab berishgan. Uyimiz bitsa bemalol kirib, xotirjam oilangiz bilan miriqib, maza qilib yashashingiz mumkin. Samarqandda hujjatlari bekor bo'lgan xonadon xuddi mana shunday tarzda sotish uchun reklama qilib kelinayotganligi aniqlandi. 16 ta жилой kompleks qurilyapti, yangi maskan. Hujjatda muammo yo'q. Yo'q. Dastlab mazkur loyihaning hujjatlari qurilish va shaharsozlik qoidalariga zid ekanligi aniqlangan. Bu holat Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi qoshidagi shaharsozlik sohasidagi nizolarni sudga qadar ko'rib chiqish va hal etish bo'yicha idoralararo komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilib, shaharsozlik hujjatlari bekor qilingan. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'ini norozilik bildirib, mazkur masalada sudga murojaat qilgan. Natijada Samarqand viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi tomonidan mazkur masala ko'rib chiqilib, ushbu shaharsozlik hujjatlari haqiqiy emas deb topildi. Shunga qaramay ijtimoiy tarmoqlarda ushbu manzildagi obyektlar haqida hali ham xonadonlarni sotishga qaratilgan reklama va turli e'lonlar tarqatilmoqda. Endilikda yangi tartibga ko'ra qonuniy qurilayotgan barcha obyektlarda QR kodli elektron pasportlar joriy qilingan. Fuqarolar ushbu QR kodni skaner qilishlari orqali hududda qanday obyekt qurilayotgani, shaharsozlik hujjatlari va qachon foydalanishga topshirilishi kabi ma'lumotlarni olishi mumkin. Agarda obyektda QR kod mavjud bo'lmasa, bu noqonuniy obyekt degan xavfni bildirishi mumkin. Vaqtida e'tiborli bo'lmasangiz, o'zingiz sarson bo'lasiz, cho'ntagingizga ziyon bo'ladi. Shunday ekan, qurilayotgan obyekt qonuniy ekanligiga amin bo'lganingizdan so'nggina to'lovlarni amalga oshiring.